Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlarga Land House'da sokin makon 1 qurilish 16 qavat novostroyka domimizni 8-qavatidan bitta skvozna 2 xonali zo'r remont qilingani uchun yevro remont qilingan kvartiramizni ko'rsatamiz. Bu hovlisi 16 qavat novostroyka dom bo'ladi. Ko'rganingizdek, bu yoqda remont ketyapti, remont ishlari. Bu yoqda kadastri chiqqan 100% podkilch uylar 8-qavat bo'ladi. Bu hovlisi ko'rganingizdek, detskiy plashatkalar, o'tiradigan joylar, hamma sharoitlar. Bu yerga odam kelib yashab boshlagandan keyin juda ham sharoitlar hamma tomon zo'r ketadi. Bu balkoni, bu yerda 3 ta lift bor ekan. Ko'rganingizdek, birinchi lift, ikkinchi lift, uchinchi lift. Liftda muammo bo'lmaydi. Ko'rganingizdek, hozir svit yo'q ekan. Svit yo'qligi uchun sizlarga ko'rsatamiz. Bu podyezddan kirishimiz, kirganimizda shunaqa uzun telefonga bu yerga shkaflar o'rnatib foydalanadigan joy. Yevroremontda ko'rganingizdek, avtochonta aboylik qilingan. Bu yerda chap tarafimizda zalimiz bo'ladi. Zalimiz kattagina, o'zining radiatorlari, kichkina oynalari bor. Ko'rganingizdek, remont qilingan. Polni tepalari ham remont qilingan podxotlari. Bitta nustrosi pardalab, ilm tashlab, ko'rgimli qilib yashash kerak. Xonalar alohida. E'tibor beringizlar. Bu spalxonasining o'zining kichkinagina balkoni ham bor. Hovli tarafga ham qaragan, ko'rganingizdek. Bu yerda yopib olib, bu yerda ham shu orada foydalanadigan joyi. Qilingan uyimiz. Kvadrati katta ekan. Kvadrati 61.5 ekan. 8-qavat yomon emas. Bu vannaxonasi alohida bo'ladi. Svet yo'q uchun qorong'i bo'lib turibdi. Bu esa hojatxonasi bo'ladi. Hojatxonasi ham kenggina o'zining oynalari bor. Bu esa oshxonasi. Ko'rganlaringizdek, isitmadan fog'olmashadi. Remontlariga e'tibor beringizlar. Dual kontor katyoli bor, gazdan kelgan, polni gaz plitalar, rakvinalar, vitsalar. Hammasi upakovka. Polni remont qilingan uyimiz. Ko'rganlaringizdek, mana aka orqa tomoni hovli juda ham chiroyli bit. Havo mashg'ulot yozda ham maza qilasizlar. Bu uyimizning narxi kelishilgan holda bo'ladi. Pastga nomer qoldiramiz, aloqa chiqsalaringiz ma'lumotlar berib turamiz sizlarga.